ichkariga men ayoli bor bir odam bilan sayohat qilib chiqibdiman. Buning ayoli bor ekan. Mayli dedim. Pulini xashlasam bo'ldi-ku, mayli dedim. Baribir alışıp bakmagan, yürüp bakmagan adam etdim. Ya ben kız olmadım. Boptular, mayli. Bir gün artık yazsam, bir gün oynap, kalkın pulunu xashlab yuraylik dedim. Bu adamın apamagan yeri kalmadı bu şirkette. Sak 14 gün oynap keptik. 14 gün oynap keptik. Yanaşımızda Ürümçi'ye düşüp yurtqa kelguncha bu adam 20 ming ko'yluk mal ipadi do'konimga. 20 ming ko'yluk. Bu adamның çoğun xəşlishi, berişi men resmi köndürüp qoydu. Bu adamdaki xəşligen adamı men kömüdüm. Bu adamla müştaq жүрüp 1 yıl yürüdüm. Bu 1 yıl jarayonida bu adam bunun da men çoğun do'kon almashtirib berdi. Hatta uyma ipadi. Can şolaq şununda chiroyli uydama birini ipadi. Bu adamga endi resmi el oldum. Resmi bu adamdan ilkiga o'tdim. Bunda xashlab turib olsa, bunun ortiq mang nada dedim. Ertugün qiyirg'anni qanday qilaman yoki bir turmush quraychu degan narsa asla mening kallamda yo'q. Faqat pulni xashlasam, bir kun bo'lsin o'sha odamniki pulni xashlab bir oydan sursam deganni o'ylayman. Bir kuni bir tushdiki, ana sirdaga, ana shunda tamoq o'xshaydigan, gang lobellar bordigan, cho'ng boshliqlarga tamoq yeyilib bordigan, shunaqa bir manzara rayoni ichibdi. Shu bir kun tamoq yeb kelimiz do'kondan chiqib tayyor bo'ling dedi, ma'qul deb yasinib tanib chiqdim. Chiqishimga bu odamni kelib turibdi. Şuna maşına çıktık, kitap alsak, Kızıl Çırak'ta birisi şununda set qarab ketdi. Maşını to'xtat deb. Ma udul kelishini qarab, onun ayoli ekan. İki do'st bilan bir yemin yaptıkken Kızıl Çırak yan turib qoldi. Faqat bunda udul kelishlar kinolarda bor deb o'ylaydim. Lekin o'ylab baxmabdim. Mening hayotimda amaliyatim bunday ishlar xuddi o'rinlashtirishdek, xuddi kinoning bir qismidek udul kelib qoldi ekan. Bu odam chetga tatib maşını to'xtatdi. Kelgan peti bu ayol ishini echibla ashadala. Chamni bir destek saldi. Yenishlab yana birini saldi. Bu kim deb bo'g'icha yana birini saldi. Men bo'ldim deb bo'g'icha yana birini saldi. Eliq odam qarab o'tirdi. Menga shunchalik oshiq odam. Menga shunchalik amda kuyundigan odam. Sizni yaxshi ko'raman. Boshqalarning zarrachilik qo'lini sizga tekkizmayman. Azor bermayman degan eliq odam qarab o'tirdi. Bir ig'iz tushuncha ayoliga ya tushuncha bermadi, ya meni arbamadi. Üçüncü şəxs degan zalimishlar töven o'rinda turdiki. Hech kimning ko'ziga bilinmaydi. Hatta boshqalarning orgilishig'im yaramaydi ekanmiz. Bo'ldi qil, shu men bo'ldiqlay degandim degandek gaplarni qildi. Ashta bu odamniki shu yerda ayoliga hech qanday inkos qaytarmag'ini ko'rib, yo'lning bu yog'iga o'tib mashinada birini to'rab, do'konimga yenib keldim. Do'konimga mundaq qo'lim töven qilib kirdim. Kirib chiroqni o'chirib ishni yeyib qildim. Ovozimni qo'yib etib yig'lay desam yana. Shunda qilib qiyadi degan o'zim bildim dedim. Ya ovozimni chiqaramayman, ammo bu qo'ldab yig'lab ketyapman. Men mundaq xo'rliq his qilib baxmabdi ekanman. Mundaq xo'rliq his qilib baxmabdi ekanman. Bir kundan bu ayoli do'konga bosib keldi. Ikki do'sti bilan tepib urib og'icha so'l saroyniki qo'dg'ochilar kirib armag'an bo'ldi. Liq do'konda bu so'l saraydim, yana bir qaytim shayman bo'ldim. Do'konning oshqidagi yuzim qonmadi. Bu so'l saraydim. İşte bir yerden çıkan bitti, uyga ketdim. Sak 20 gün sırtqa chiqmadim. Yüzüm yelimiz yaqama, yeli tuxum yaqama, yeli suxaltliq sutini to'ng'itib onu yaqama. İşte qilmagan amalim qolmadi. Yüzümdeki qiziliq, ko'k, qarbiy g'iyran seriq aylanib bora yo'qashqa boshladi. Bu odam kechirim so'rab, bir muncha bir narsalarni deb uyimga istab keldi. Shu 20 kun jarayonida yaqinroq bir do'stim uyimga kelib ancha-muncha qarag'anma bo'ldi. Endi bu do'stim bu bek o'yin tomosha, odam tanlamay o'ynaydigan do'stim. Menga o'xshashday, men shunday. Shunday qilib bu odam bir necha qitim yo'qlab kelgan bo'ldi. Bir necha qitim sog'-salomatlik kechirim so'ragan bo'ldi. Endi u odamning deb berishcha, bekarek men tarafsiz turvasa, men bekarek tayoq yeb ketamishman. Shu an sukutni tanlabdi. Meni tayoq yeb ketishimdan meni saqlab qo'g'dash uchun sukutni tanlabdi. Ko'ringma bahani. Do'stim endi bu jarayonda bu odamning menga chunki o'yib berganlarni, qanchalik xashlanganlarni, nana qiyoq-qiyoq opag'ini undan biladi. Shu bu odammi sal qiziqib qolgandek. Bu odamning ko'zini uzamay. Ertasi bu odam yana kelish uchun menga telefon qildi. Qavaqda telefonni olmadim. Endi bilsizlar, biz bir odam bilan aralasak, onimi shu qiz bilan, endi ma'lum bir ikki do'st bilan endi aloqasi telefon nomerlarini biladi. Bir-biriga qoldirish yo'lini bilsizlar. Endi bu do'stimning telefon nomerini bu odam biladi. Bu do'stim telefon qilib, mening baliqimni uyda qanday turayotganimni, nim kerak, nim bor, nim yo'q uyimda. Shularni so'rab keldiganligini aytdi kashqurun. Yana 3-4 soatlardan keyin boraman dedi. Bu do'stimni ya xo'sh bo'lib, g'addangishib boshqa chiqib ketdi.
bir yerlerimden gumanlanıp kaldım, bir yerlerimden kızgınıp kaldım. Bu dostum benim dakika bir tane deyim. Bu adam kilişeye yakın dostum, çiğimlerini anlaştırıp, kızıl takmıştak, içindeki içkiyim görünüp kaldıgan töpüs torti yemişler, öpüp döşük aletler, içindeki aral ya badan bir maykısını kiydi. Mındal kısa koğulan jırıqı, mındal kısa kindiki, mındal kısa mabiqin meyegçe çıkıp kaldıgan işten kiydi. Kıp-kızıllahlarını sökep, kıp-kızıl levzuruklarını sökep, bu dostum deyen bir çalınıp gitti, başka çok. Yasını bapsan bu adaş dedim. Yasını bapsan bu desem. Sırtı çıkarttım. Hem de layıkını kelse adaş. Çay koyup çıkay deyme dedi. Sırtı çıkar dikene dedim. Şuna işini birse orada kınıksını bastı. Bir bu açtı. İyice ağırıp ilk adamya, ilk kırma yaptım. Hiç algamadı. Bu adam mı? Bara bu adam mı? Kip oturdu udulumda. Onu bunu davadı doyuyor közü dostumda. Hem de adam yendim diye pes köngüle. Kızgandım, küldüdüm, içim içti. Ayalı batırıp manga qaragan. Şu otliqda meni bilan alışıp жүрүp, telefonda boshqa qizlarni ko'rgan. Yani odatlik tomosh, o bu deganda gapdan qolgan. Ayalim batırıp meni bilan yurardim. Meni bilan yurib turib, yana boshqa qizlar bilan yurardim. Endi uyimdagi do'stimga ko'zim tushibdi-da. Sen nima degan pastkash dedim, yo'q. Endi o odamning qandaqligini o'z-o'zimga deb bilvasammi, yana o'zimni kontrol qilolmadim. Do'stim ola sirtqa chiqma degan to'ng'i sen ha mana dedi. Chiqma degan to'ng'i menga sen chiqmaydigan bo'lib qolding dedi. Asli onun maqsadi shu qiyri muhabbetim uchun, shu odam uchun yasangan ekan. Buni men keyin bilibdiman. Bularning ishlarini keyin bilibdiman. Shunda bu ikkimizning munosabati har holda yaxshilanib qoldi. Ayoli kelib shunchalik urib, shunchalik shaman qilib kelsimi, yana bu odamdan qo'l uzmadim. Bu odamni ayolning oldida sukut tutgan bilan boshqa vaqtda, yolg'iz qolgan vaqtda yana yolvurib kuyunishlari, yana pul xashlashlari, yana pul ettirishlari. Bu odam mendan voz kechmadi. Men bu odam